Qirollik klubi yangilanish davrida turibdi va klub qayta quriladi. Mana bu Ancelotti va Modrichni ketishi ham bitta katta epoxa tugaganligini ifodalayapti va endi tamomila yangilanish davri boshlanadi va bu davrda Xabi Alonsoga juda katta ishonch bildirilyapti. Alonso klubga begona emas, shonli davrlarda o'ynagan va qadriyatlarini biladi va mentalitet jihatdan ham ayni hozirgi holatda Realga tushadi. Endi Realda juda ko'p narsalar o'zgaradi, qarashlar o'zgaradi, uslub o'zgaradi. Ayniqsa uslub masalasida Alonso yuqori taktik hisoblanadi, chunki qilinayotgan transferlar ham bunga ishoralar beryapti. Asosan yoshlarga tayanyapti, 1-2 yillik loyiha emas. Avvalgi davrlar kabi o'ta yulduzli shaxslar olib kelinmayapti. Umuman no-name futbolchilarga klubda katta kelajagi ishonib topshirilyapti. Va eng qizig'i, himoya chizig'i aynan yoshlarga ishonib topshirilayotganligi ozgina riskli, lekin oqlansa Perez va Alonsoga respekt. Xullas Real qaytadan quriladi.